Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bugun sizlar bilan minilgan, lekin holati tiniq bo'lgan skuterlar haqida gaplashamiz. Yangisidan juda ham anchagina arzon ekan. Bu tomonda velosipedli skuterlar, bu tomonda oddiy o'zimizning skuterlar. Bu tomonda ham bor ekan. Hozir bir boshdan hammasini narxlarini bilamiz. Bittadan like bosib tursalaring, to'liq ma'lumotni olasizlar. Issiqda bozorga chiqib yurishlaring shart emas. Bebozor kuni ham bor, bu do'konda bor. Do'konlar qayerda? Marg'ilonda Pekanli non zavodini oldida. Marg'ilon Pekanli yog' zavodini oldida. Non zavodini. Non zavodini. Xohlagan joylaringdan kelib olib ketsalar bo'ladi, arzon narxda bo'ladi. Hammasi minilgan, lekin holati tiniq. Minilgan. Buni bittasi yangi. Minilgan skuterlar bo'lsa olaveramiz ham. Ha, minilgan skuterlar olaverasizlar. Tuzatish xizmati ham bor, a? Tuzatish xizmati ham bor. Tuzatishlar ham bor. Necha pul bu yangisi? Bu 3 million. Bu qanaqasi bu? Bu 5 taligi. 5 talik deydi, qanchaga yetadi buni nimasi? Buni akkumulyatori 50 km, 60 km ga yetadi. 50-60 km ga yetadi. Qanchada zaryad oladi? Zaryad olishi o'sha 4 soat, 5 soat. 4 soat, 5 soatda to'ladi. 50-60 km yuraveradi. 60 km yuraveradi. Tezligi nechaga chiqadi? Tezligi 50 ga chiqadi. 50 ga chiqadi. Prava shart bas. Yo'q, prava shart yo'q. Xo'p, bunisi-chi? Bunisi sotildi. Qanchaga sotildi? Bunisi sotilibdi. Xo'p, qanchaga sotildi o'sha? Bu 1 million 100 ga sotilibdi bu. 1 million 100 ga qancha minilgan bu? Mana shu tog'a. Tog'a o'zlari olibdilar. Qancha minilgan ekan? Buni minilganini bilamiz. Barter qilib ketishganida tog'aga berdik hozir. Barter qilingan. Holatlari tiniqmi? Holati tiniq, yurishi tiniq. Qancha yuradi bitta zaryadga? Bitta zaryadkada 40 km, 30 km yuradi berishgan. Ozgina endi sal nima joylari bor ekan, minilganning hisobiga. Minilgani velosiped pulida bo'ldi-da. Velosiped pulida 1 million 100 ga. Ha. Zo'r. Buchi? Bunisini ham oldik. 1 millionga berib yuboramiz bunisini. 1 millionga berib yuboriladi. 1 millionga berib yuboramiz. Nima aybi bor? Akkumulyatorlari yaxshi ekan. Aybi u kalotkasini, jitchi kalotkasi tepib olayotgan 40 mingga tuzatib berar ekan. Buni vaqtimiz bo'lmadi. Endi hozir olib qoldik. 1 millionga berib yuboramiz. Hozir olib qoldingizmi? Ha, 1 millionga berib yuboramiz. Batareykalar tiniqmi? Batareykalari ishmagan, holati yaxshi ekan batareykalar. Ko'rib oldilar. Ha, ko'rib oldik. Xo'p. 1 millionga berib yuborasiz. 1 millionga berib yuboramiz. Buni-chi? Buni 2 million 200 mingga beramiz. Buni 2 million 200 mingga berasiz. Nima bu kattaroq, baquvvatroqmi bu? Bu 5 talik bu. Ha, ular u nechtalik bu? Bu 4 talik. Bu 4 talik. Nimasi 5 talik, 4 talik? Akkumulyatori. Akkumulyatori 5 ta bo'ladi, 4 ta bo'ladi. Buniki 5 talik bo'ladi. Qancha minilgan bu? Bu ham ozgina minilgan. Kilometri chiqadimi yurgani bunda? Kilometri chiqqani, kalitini hozir olib ketib shekilli. Qancha yurgan taxminan bu? Buni jiyanim biladi, qancha yurgan. Kalitini olib ketib qopti, hozir keladi. Necha pul qilib berasizmi? 2 million 200 ming qilib beramiz. 2 million 200 ming. Yangilari necha pul buni? Buni yangilari 3 million, 3,5 million bo'lsa kerak. 3,5 million yo 4 million endi yangisi. Ha, yarim puliga ekan. Yarim puliga. Minilgan bo'lsa olib qolaverasiz, sotaman deganlar bo'lsa ham. Ha, sotaman deganlar bo'lsa sotaveramiz. Sotaman deganlarda ham olib qolishaverar ekan. Bular yangimi bular? Bular yangi akkumulyatorlar rabochi. Akkumulyatorlar rabochi? O'zi ham yangi, akkumulyatori ham yangi. Xo'p, buni necha pul qilib berasiz o'zi ham yangi nimasi? 3,5 million bahorda 3 ga beramiz. Qancha yuradi zaryadkasi bilan? 50 km yuradi aka. 50 km yuraveradi. Zaryad bilan 50 km. Bu veloskuter-da bu. Veloskuter, bu prava kerak emas aka. Umuman prava kerak emas ekan. Bular qanaqa? Bularga 2,5 million so'm baho aytyapmiz aka. Batareykasi 20-25 km yuradi. 20-25 km. Rabochiy batareyka, korpusi yangi. Korpusi yangi. Mana bu skuterlarda akkumulyatorsiz olib kelganmiz, akkumulyator qo'ydik. Bunga yangi qo'ydik, bularga rabochiy qo'ydik. Ha, bularga rabochiy qo'ydik. Bunisini necha pul qilib berasiz? Bu ham 2,5 million. Bu ham 2,5 million. Bu qancha yuradi bu? Bu ham 20-25 km yuradi. 20-25 km yuradi. O'zi velosiped 20-25 km dan ortiq yurilmasa kerak bir kunda. Ha, shu kamdan kam holatda yuradi. Bu yordam beradimi yo tepmasa ham olib ketaveradimi? Ya mana qo'lda burab ketaverasiz. Tepish shart bu. Tepish shart bu. Xolasa tepaveradi. Bu tepkisi, tepsiz ham qo'shadi. Zaryad tugab qolganda uyga kelib olgan asosan. Uyga kelib olgan asosan, lekin o'zida ketsa bo'laveradi. O'zida ketsa bo'laveradi. Qoyil, mazza bo'lib ketdi hozir hammaga. Kevaliqqa ham qiynalmayapti, yuk bilan ham qiynalmayapti. Shunaqa aka. 2 kishini qilsa 2 kishini ham tortaveradimi? Ha, aka 2 kishini o'ynab keling. Men yosh bolalardan bitta chiqarib olsa 3 kishini tortaveradi. Shu batareyka bilan. Tortadi. Qiynalmasdan. Yo'q, qiynalmaydi. Qoyil. 2,5 million, 3 million bizdan narigisini? 3 millionga beramiz, bular 2,5 dan beramiz. Bu ikkalasi bir xil ekan-a? Faqat batareykasi. Ha, batareykasi farqi bor. Batareykasi farqi bor ekan. Zo'r, bu tomon ham sizlarkimi aka? Ha, bu ham bor aka. Bu qancha bu? Bu 4 dan 3 beramiz aka. 4 dan tushib berishadi. Qancha yurgan? Redline bu 4 mingdan oshgan aka yurgan. 4 mingdan oshgan ekan, ammo holati siniq ekan. Tiniq. Nechtalik bu? 5 talik.
5 TL ekan. Ya atroflarini ham polniy ko'rsatingda. Tiniq ekan. Necha pul qilib beramiz? Bo'lishi Shuni 3,5 ga beramiz. 3,5. Ha. Bebozor kunlarichi? Qanaqa topishadi? Nomerga Instagramimiz bor, Telegramimiz bor, Instagram profilimiz bor. Moto House maniki. Moto House. Pastga nomeringizni Ko'rsatib yozib qo'yamiz. ketaveramiz profilda, aka. Farqi yo'q. Nomerim ham bor, 91lik. Yozib qo'yamiz. Menga berasiz kamerada, syomkadan keyin. Berasiz, narigilarni ham tanishtiraylik. Aka, yuring. Mo'lada aytishdi. Buni necha pulga beraman dedik? Buni 3,5 ga. 3,5. Bularni aytdik, bularni yoritdik. Bular Azamatxonniki narigilar. Azamatxon aka. Assalomu Bo'ldi, alaykum. aka. Aka yana bir marta. Buni aka 4dan 3 beryapmiz. Tiniq ekanmi buni holati? Bu tankda yangi modeli. Tankni yangi modeli bu. Bu ham Redline diskali 90. Bu ham 5 talikmi? 5 talik. Xo'p, bularni yangisini nechi pul aka? 4,5 million deyapsiz hozir buni. Bularda biz asosan rabochiy bilan shug'ullanamiz. Точный narxini bilmaymiz. Lekin ancha Bizga- arzonmi yangidan? Hali Ha, ko'rayotgan aka. odamlar bilish kerak-da. Bekorga anaqa qilish. Bo'lishi nechi pul? 3,5 ga beramiz. 3,5 millionga berib yuborasiz. Bu alohida nomer qo'yamiz sizlarga. Siz nomeringizni aytib keting. 91lik Ha. 113 113 46 45. 46 45 ga qatdan qatgacha sizga Mashinadan nariginga do. 14 To'rtta, ha. Ha, mashina nomeri yig'ilishaveradi. Buni 3,5 million bo'lishib berib yuborasiz. Aybi yo'q. Aybi yo'q. Tiniq, ha? Oladi minadi. Ha. Muammo bo'lmaydi. Eng full ekan. Bunisi-chi, kaskasigacha bor 2 ekan. million 800 mingga bera olaman. Yangi bu ham aka. Yangimi? 5 talik. Paska yo'qib, hamma yo'qib. Zaraminlari. Yangi. Kartada ham bo'ladi bu aka. Ha, NFC kartasi bor ekan. Bor. Mana NFC smart kartalariga. 16 saka diskali aka. Oldi to'g'ri jitkichli. Bu ham 5 talikmi? 5 talik. Narigisi ham 5 talik aka. Bu ham 5 Bu talik. ham yangi aka. Yangi. Sizda yangi ko'proq ekanda. Ha. Eskilarni olib qolaverasizmi siz? Yo'q, biz gapirib turamiz. Barter qilaverasiz. Mikrofon. Mikrofonimizni olaylik, aka gapiryaptilar. Hop. Nimamiz qani Ali akada magnitimiz ham tushib qolibdi mana. Magnet qidiringlar. Ichkariga tushib qoldi. Ichlariga tushib qolibdi. Aka bu 5 talik akkumulyatorli Tesla model. Ha. Yangi yurmagan 0 probeg mana baxilalarigacha ham o'zida ali nimada mashinaga yuklab olib chiqaman. Bu yangi. Ha, narxi 3 million. 3 millionga O'zbekiston bo'ylab bo'lishimi? dastavka bu. Bo'lishimi? Yo'q, kelishdi berasiz sapa. Bo'lishi 3 million. 3 million. Bunisi-chi? Bunisi 28, bunisi Рабочий 3 million 200 ming. Рабочий, ha. Nimaga bu yangidan ham qimmat bu aka? Buni aka o'zi yangisi qimmatda magazinda. Ha. Baquvvatroq ekan-a? Ha. Buni arzonligini sababi katta miqdorda olib qo'yganmiz. Hozir buni soni ham bir 11 donami qoldi. Shundan keyin tugadi. Bunaqa narx tugadi. Bunaqa narx. Bunaqa narx tugadi. Ha, o'zi qimmat aslida. O'zi qimmat. Ana shu aytgan nomerlar yana bitta 11 dona nomeringizni. qolgan, shoshilib qolinglar. Yana bitta nomeringizni aytib yuborasiz aka. 91lik 113 46 45. Telegram ishlaydi. Telegram ishlaydi. Aloqaga chiqarsa yana bor bundan tashqari. Bor. Uyda ham bor. Aloqaga chiqsa Telegramdan tashlab Tashlab beraveradi. beraveramiz. Zo'r. Aka yana qaysi bor sizdan aka? Hozircha shu aka bozorga olib chiqqanimiz shu. Mana shular hozircha sizdan. Zo'r. Magnitimiz nima bo'ldi? Topildimi? Topildi. Rahmat. Yerda ekanmi? Aka berdilar. Zo'r. Yana nimalar bor ekan? Endi ichkaridan ko'raylikchi. Velosipedlar bor aka. O'sha. Ha, o'sha. Hormel. Velosipeddan nechi puldan? 350 ming kami bor. Mana ular. Ha, skidkada. Skidga qilib yubordilarmi? Qimmatli razmerda. 16lari 450 ming kami bor. 450 ming. U birinchisi turibdi ko'klar. Ko'klar 450 ming. Ha, mana shu ko'klar. Ha. Bularchi, bular рабочий hammasi. Raboti 250 mingdan rabotchilar. Mana shular tanlab olishga 250 mingdan. Jonchi 350 ming. Jonchi 350 ming. Velosipedga nomer ayting. Velosipedga 91lik. Velosipedga nomer ketyapti 91lik 681 0082 velosipedga terishaveradi. Terishaveradi, hammasiga terishaveradi. Bular nechi pul bular? bir 800 ming kami bor. 800 mingdan Katta qoralari 900 ming kami bor. 26, 24 razmeri. 24 26 razmerda. Bular yangimi? Ha, yangi, inalmagan. Garantiyalarni berasizlar. Baquvvatmi bular? 900 ming kami bor. 900 ming kami bor ekan bular. Xo'p. Kelinglar mana olib keling akamizga ham qilib bering. Qayerdan boshlaymiz sizga? Assalomu alaykum. Charchamayapsiz, so'zingiz yaxshimi? Qayerdan qayergacha sizniki? Aka, bu yangilardan tortib, aka, hammasi yangilar bizniki aka. Mo'la siznikimi? Qayergacha? German olib keling. Bitta nomeringizni aytib keting. Mana shu yerdan boshlanadimi sizniki?
Xo'p, nomeringizni ayting. Mana shu yerdan boshlab sizga aloqaga chiqishadi. Aha, ayting aka. Xo'p, aka 300 dollar qilib beramiz. Germanskiy Rabeynik velosiped. 300 dollar Germanskiy. Toza narsa. Bitta nomeringizni aytib yuboring. Xo'p, 91lik. Aha, 121, aha. 51, 54. Xo'p, mana shu yerdan 300 dollar qilib beryapsiz buni. Xo'p, aka Rabeynik aka diskalari hamma o'g'rani o'ziniki aka. Mhm. Kelganlargacha o'zini holati. Boz karasini 22 talik ko'rdik. Gorniy velosiped Germanskiy aka. Bu ham Germanskiy. Ha, City Star nomli bu aka. Amortizatörlari bor aka, jon. Alyuminiy bu. Alyuminiy aka. Yengil Toza aka. narsa aka 2 million so'm tushib beramiz. 2 million so'm tushib beradi. Bu kuya velosipedimiz aka, mana shu obunachilaringiz akajon. 950 ming so'm qilib beramiz. 3 ta skorli, toza narsa. Qattiqki bu ham Germaniya aka, svarka buvarkasi yo'q. Germanskiy. Yo'q, 1 million 200 ming, 1 million uchun sotyapti hamma joyda. toza ekan-da. Toza. Bozorda aka, ishlashlarga pul berasizlar akajon. Mana ishlashlar aka. Magazinda aka 200 ming 300 ming arzon. Tormoz oyog'ida ekan. Qo'limizda oyog'ida 3 ta skorli, oldi generatori bor akajon. Tushib beramiz. Generator nimaga ishlaydi? Farani yoqqani? Chiqarib beradi oldidan aka, o'zidan. Zillar chiqarib Fanarda beradi. yoqadimi? Ha, yoqadi aka, o'zi chiqarib beradi aka. Yo'q, ishlaydi fanarlar. Ishlaydi, hamma yo'q ishlaydi aka. Bu qanaqa bu? Ikkinchisi aka Xitoy buqamiz aka. Xitoy buqi. Xo'p aka. O'zbekistonga vizib aka bunda. Apparat yaponskiy apparat, oldi generatorli 950 ming so'mdan. Aka skidkada. Bu Xitoylik-a? Bu ham Xitoydagi apparat yaponskiy aka. Aha. Xo'p aka. O'zi yangi nomli aka. Turib aslatga olib qo'ygan aka. 420 ming so'mdan aka soni juda ko'p. O'zi qimmat bo'lgan-a? O'zi 550 ming 600 ming narsa. 420 mingdan seroq. 420 mingdan Ha, seroq yangi. bor-a bundan? Bor, 20 lik aka. Bularni necha pul qilib beradi? Aziz ustimizda hayotga skidga qo'yganmiz 50 dona aka. Ha, Hozir aka bundan aka qo'yganmiz 10 ta qoldi. Bu ham 450 ming so'm. 450. Yangi bu maslar aka. Bularchi? Prinsessalar aka 16, 12, 14 razmeri hamma yo'g'i bor akajon. Toza yangi narsa 500 ming so'm, 480 ming so'm qilib beramiz. 480 ming. Sveti bor, fioletovi. 3 oyoqlilarchi? 3 oyoqlimiz aka. Bunimiz aka 680 ming so'm, 14ligi 650 ming so'm aka, 12ligi aka 620 ming so'm. Torimizni o'zida, oyog'i o'zida. Olboqa yuradi. Venus alyuminiy Venusli aka. Temir bas. Zo'r. Kelishtirib beramiz. Kamalarimiz akajon. Kamani ko'rsating. Xo'p, 20 lik kamamiz akajon. Vilkasi amortizatorli 650 ming so'm bunisi. 650 ming. 680 ming 24. 680 mingda bular. Ha, Kami 24. bormi bularda? Kami bor, olib beramiz aka sizga. 3 oyoqlar. Bular cho'yali 600 ming 650 mingdan akajon. Bu buqachamiz bor aka, Galland firmaniki aka 850 ming so'm, 820 ming so'm qilib beramiz. Toza narsa. Zo'r. Keyin o'skarasini o'ylanib turamiz. Bular-a? Necha pul beradi? 20 lik Gorniy yangi 850 ming so'm. Juda prizini qara aka. Aka qulubi bor akajon. Aka mana dushi aka, hamma yo'g'i bor aka. 70 ming aksessuari padarki 850 ming so'm. Komplekt ekanda bu. Komplekt. Bu nagalarimiz bor aka, 800 ming so'm, 780 ming so'm qilib beramiz. Oyoqlarimiz bu. Pasport diskali akajon. Zo'r. Bu ham naga 800 ming so'm dushi aka. Bu ham 800 mingmi? 800 ming. Bu ham 800 Suv ming. idishlarigacha bor. Hamma yo'g'i bor. So'mkachalargacha. Aka, bu skidga ketyapti. Aka 650 ming so'mdan. Bu skidkada 650 ming. 650 ming so'mdan aka pedallargacha alyuminiydan qo'ydirib beraman aka. Aha. Hamma yo'g'i joyida sozlab, kakpoloshni beraman. Baquvvat velosipedmi? Baquvvat aka. 100 kilo odamni bemalol ko'tarib xizmatini qilaveradi. Buchi? Bu ham aka 950 ming so'm skidkada aka. Skidkada qilib beradi. Akalar, aytilgan raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Zo'r narxlarda qilib berishadi. Telefonga javob beraveramiz. Telefonga javob berolmay qolsangiz. Dastlabkilar bor-a? Dastlabki bor, kelishgan holatda. Akalar aloqaga chiqaverasizlar, obuna bo'lib qo'yinglar.